Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun Dorim farmasi tizimidagi qoldiqlar komponenti bilan qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Ushbu komponent yordamida dorixonadagi tovarlar mavjudligini tezda to'liq ko'rishingiz, yaroq muddatlarni tekshirishingiz va moliyaviy ko'rsatkichlarni baholashingiz mumkin bo'ladi. Ekranning yuqori qismida mahsulotning nomi, ishlab chiqaruvchisi yoki shtrix-kodi bo'yicha topish imkonini beruvchi qidiruv qatori joylashgan. Uning yonida joylashgan filtr tugmasi sizga mahsulotlarni shartlar bo'yicha tanlashda yordam beradi va buni ish jarayoningiz uchun maksimal foyda bilan amalga oshiradi. Filtrdan foydalanish qoldiqlar sanasini tanlashdan boshlanadi. Siz nafaqat joriy vaqtdagi, balki o'tgan istalgan sanadagi mavjudlikni ham ko'rishingiz mumkin. Bu ayniqsa qoldiqlar ma'lum bir davr ichida qanday o'zgarganini taqqoslash yoki yetkazib berishdan oldin holatni tekshirish kerak bo'lganda foydali bo'ladi. Quyida mahsulot turlari bloki joylashgan. Bu blok zaxiralar ro'yxatida qaysi tovar toifalari ko'rsatilishini belgilash imkonini beradi. 3 ta variant mavjud. Barcha turlar oddiy pozitsiyalarni ham, saralangan, belgisi qo'yilganlarni ham o'z ichiga olgan to'liq mahsulot ro'yxatini ko'rsatadi. Bu assortiment bo'yicha to'liq manzarani ko'rish muhim bo'lganda sukut bo'yicha ishlatiladigan rejim. Oddiy, faqat standart kirim fakturalari orqali kelgan tovarlarni ko'rsatadi. Bunday rejim faqat standart yetkazib berishlarni tahlil qilish yoki hisobot tuzishda qulay, qo'shimcha pozitsiyalarni qo'shmagan holda. Saralangan, faqat kirim fakturasida maxsus belgi qo'yilgan tovarlarni chiqaradi. Odatda bu nostandart pozitsiyalar bo'lib, ular alohida nazoratni talab qiladi. Ushbu filtr yordamida siz ichki hisob-kitob yoki alohida tahlil uchun bunday tovarlarni tezda ajratib ko'rishingiz va tekshirishingiz mumkin. Ushbu blok tufayli siz bir necha bosqichda to'liq ro'yxat, standart assortiment va saralangan pozitsiyalar o'rtasida oson almashishingiz mumkin, murakkab filtr kombinatsiyalarini qo'llamasdan. Keyin tovar ma'lumotlarini nazorat qilish bloki joylashgan. Bu yerda 3 xil filtr mavjud. Mxik kodi yo'q, faqat mxik kodi yo'q tovarlarni ko'rsatadi. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida to'ldirish va soliq qo'mitasi bilan bog'liq muammolardan qochishga yordam beradi. Shtrix-kodsiz, shtrix-kodi yo'q pozitsiyalarni ko'rsatadi. Bu esa ularni tezda kiritish va kassadagi ishni tezlashtirish imkonini beradi. Referent narx oshirilgan, chakana narxi qis bilan belgilangan referent narxdan yuqori bo'lgan tovarlarni ajratib ko'rsatadi. Bu narxlarni tezda tartibga solish va jarimalardan qochish imkonini beradi. Pastki qismida yaroq muddatini nazorat qilish bloki joylashgan. Bu yerda quyidagilarni qilish mumkin. Yaroq muddati maydonida sanani ko'rsatib, muddati shu sanagacha bo'lgan barcha tovarlarni ko'rish mumkin. Yoki yaroq muddati davomida maydonida kunlar sonini belgilab, tizim tegishli sanani avtomatik hisoblab beradi. Filtr bilan ishlash yakunida 3 ta boshqaruv tugmasi mavjud. Qo'llash saralangan shartlarga muvofiq qoldiqlar ro'yxatini yangilaydi. Tiklash saralangan qoldiq sanasidan tashqari barcha filtrlardan tozalaydi. Bekor qilish kiritilgan o'zgarishlarni saqlamasdan filtr oynasini yopadi. Bu esa qidiruv shartlarini o'zgartirish fikridan qaytganda qulay. Asosiy jadval quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Mahsulot nomi va ishlab chiqaruvchisi. Mavjud va umumiy miqdor. Partiyalar soni. Xarid va chakana qiymatlar summasi mavjud miqdor va umumiy qoldiq bo'yicha. Pul ifodasidagi ustama. Mahsulot ustiga bosganda ochiladigan partiyalar jadvali quyidagilarni ko'rsatadi. Partiya kodi. Distributor. Kirim hujjatining sanasi va raqami. Yaroq muddati va seriya. Mavjud va umumiy miqdor. Xarid va chakana narxlar qis bilan. Foiz qo'shimchasi va so'mda ustama. Mahsulot haqida batafsil ma'lumotni ko'rish uchun ochish tugmasidan foydalaning. Ishlab chiqaruvchi, partiyalar va tijoriy parametrlar bo'yicha batafsil ma'lumot kartochkasi ochiladi. Ochish tugmasi yonida joylashgan. Kodlarni tahrirlash tugmasi mahsulotga tegishli mxik kodi va shtrix-kodni o'zgartirish imkonini beradi. Mxik kodi maydoniga mahsulot nomini kiritishingiz mumkin. Agar kod soliq bazasida mavjud bo'lsa, tizim avtomatik ravishda mos keladigan mxik kodini tanlab beradi. Agar mahsulot bazada mavjud bo'lmasa, siz soliq bazasini ochish tugmasini bosib ularning saytiga o'tishingiz mumkin. U yerdan kerakli kodni qo'lda topasiz. Shtrix-kodlar maydoniga mahsulotning shtrix-kodi kiritiladi. Uni qo'lda kiritish yoki qadoqni skanerlash orqali kiritish mumkin. Barcha kerakli ma'lumotlarni to'ldirgach, saqlash tugmasini bosing. O'zgarishlar mahsulot kartasida saqlanadi. Agar fikringiz o'zgarsa, bekor qilish tugmasidan foydalaning. U operatsiyani saqlamasdan bekor qiladi. Kiritilgan va saqlangan barcha ma'lumotlarni keyingi safar mahsulot kartasini ochish tugmasi orqali ochganingizda ko'rishingiz mumkin. Jadval pastida natija tugmasi joylashgan. Natija blokida quyidagilar ko'rsatiladi. Mahsulotlar va partiyalar soni.
umumiy xarid va chakana summalar, foiz va pul ko'rinishdagi ustama. Qoldiqlar, komponenti, assortiment, narxlar va amal qilish muddatini nazorat qilish uchun qulay vosita bo'lib, oz vaqtida boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.